Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Boya shorts videoda uncha yaxshi ko'rinmabman. Sababi issiq. Mani ilk birinchi pullik yopiq jonli efirim soat kechqurun 21:00 da bo'ladi, ya'ni soat 9 da kechki vaqt bilan barchangizni kutib qolaman. Ushbu jonli efirimda bu jonli efirga qanday qilib qo'shilish, ro'yxatdan o'tish, yozilish mumkin desangiz, Telegram orqali bu amalga oshiriladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri silka manzilda skrinshot tashiysiz, to'lovni amalga oshirganligingiz haqida, to'lovni amalga oshirib bo'lib, to'lov qilib silka manzilda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Soat 9 da. Masalan, siz kartaga pul o'tkazdingiz, skrinshot qildingiz va yarim soat oldin, 1 soat oldin to'lov qilganligingiz haqida, ya'ni har bitta bo'ladigan jonli efirdan yarim soat yoki 1 soat oldin men jonli efirni yoqaman do'stlar. Iloji bo'lsa 1 soat oldin. Ana o'shanda do'stlar gaplashib olsak bo'ladi. Ayrim bir ba'zi norozi insonlar bilan ham u yerda fikr almashishimiz mumkin. Chunki ko'pchilik bilan fikr almashganimizdan keyin ular meni to'g'ri tushunishyapti. Holatni bilib, haqiqatdan xalaqit beradigan, haqiqatdan ilmni, bilimni qadriga yetmaydigan, o'zini hayotiga befarq insonlar, o'zgalarni ham hayotiga o'yin, hazil deb qaraydiganlar bo'lmasligi kerakligiga aqli yetib, tushunib, bu narsani o'zi his qilib ko'rib, jonli keyin to'g'ri aytyapsiz ekan. Muhit uchun pul to'lanadi ekan deb to'g'ri tushunishadi. Do'stlar, bu ixtiyoriy, majburiy emas. Ixtiyor Mamadaliyev kanalida majburiy a'zo bo'lish, qatnashish, ko'rish, eshitish. Bepulga ham ko'rsangiz bo'ladi. Men silka manzilini Telegramda qoldiraman. Pullik qatnashgan insonlarning farqi u yerda faqat fikr bildira olishida, yoza olishida. Bo'lmasam ko'rsangiz ham bo'ladi. Shunaqa. Ijtimoiy tarmoqlarimizda bo'layotgan videolar ham aynan shu mavzular atrofida aylanadi. Va bilimlarimni o'rtoqlar men bepulga, tekinga sovg'a sifatida sizga hadya qilyapman.